Assalomu alaykum avtoprestij obunachilar. Bugun men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilim Aito M9 avtomobili bo'ladi. Rasvetkasiga bitta baho beramiz. Rasvetka ham takoy необычный rasvetka. Bu kelayimlarga olib borib qo'ysangiz mazza qilib, jiyanlarni bog'chalarga olib borib, maktablarga olib borib, o'zini ishlari bilan yuraveradigan avtomobil hisoblanadi. Rangi ham takoy rang, необычный rang. Shaharda ajralib turadigan rasvetka. Xo'p, bu avtomobilimizning ichki salon qismlariga keladigan bo'lsak, o'zini eshigida davutchigi bo'ladi, paroklari bo'ladi. 4 tala sidenya massaj bo'ladi. Old qismida head-up display, katta splashnoy monitor, беспроводной zaryadkalar 2 talab, o'zini podstakanniklari, panoramniy tom, bunda 2 talab panoramniy tom. Orqa qismiga keladigan bo'lsak esa bu avtomobilimizning orqa qismi shunaqangi juda ham idealniy qilib ishlangan. Avtomobilimizda o'zini mana bunday shtorkalari ham bor. Agar bilsangiz, Dongfeng restylinglardan olib tashlashgan. Bu avtomobilda hali o'sha shtorkalari bor. Akustikasiga keladigan bo'lsak, Huawei akustika bilan jihozlangan. Tarjimani proyektorni ko'radigan bo'lsak, mana shu orqadan hozir o'zim nurni tarqatib turibdi. Bu avtomobilda bemalol og'aynilar bilan yoki do'stlar bilan masalan o'tirib futbol ko'rsangiz bo'ladi yoki kino ko'rsangiz bo'ladi. Sidenyalari ham vidvijnoy, o'zini massajlari ham bor. Abduf, abagrev deysizmi? Kerakli, nima kerak bo'lsa, hammasi bilan jihozlangan. Avtomobilimiz 9 klimat kontrolga ega. Avtomobilimizda orqadan o'tirib bemalol o'zingiz uchun haroratni moslashtirsangiz bo'ladi. Jiyanlarga bo'ladigan bo'lsa esa, uzoq safarlarga yurgan vaqtingizda proyektor yoqib berasiz, multikmi yoki kinomi qo'yib bersangiz, manzilingizga qanaqa yetib qolganingizni ham bilmaysiz. Xo'p, bu avtomobilimiz hozirda nalichida bor. Xudo xolasa, bu avtomobil agar kimgadir ma'qul bo'lsa yoki kimdir imenda shu avtomobilni qidirayotgan tanishlaringiz bo'lsa, ushbu videoni o'sha tanishlaringizga jo'natib qo'ying, like bosish esdan chiqmasin.